Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun men mamlakatimiz bosh prokurori Nig'matilla To'lqinovich Yo'ldoshevga ochiq savollar bilan yuzlanmoqchiman. Janob bosh prokuror, siz boshqarayotgan tizimda ayrim shaxslar qonunni qasos quroliga aylantirib olishganidan xabaringiz bormi? Farg'onada prokurorlar birlashib fuqarolarga qarshi jinoiy ishlar zavodini ishga tushirganini qanday izohlaysiz? Gap Uchko'prik tumani prokurori O. Yo'lchiyev va Dang'ara tumani prokurori M. Abdurahimovlar haqida ketmoqda. Bu ikki amaldorning shaxsiy adovati sabab ikki tuman tergov bo'limlari soxta va asossiz ayblovlarni to'qib chiqarish bilan ovora. Nahotki bu holat nazoratdan chetda qolsa, isbot kerakmi? Marhamat. Farg'ona viloyatidan tashqaridagi xolis viloyatlarda o'tayotgan sud jarayonlari haqiqatni ko'rsatmoqda. U yerda Farg'ona prokurorlari va tergovchilari tomonidan qurilgan mantiqsiz ayblovlar chil-parchin bo'lyapti. Sudlar bu ishlarni asossiz deb topmoqda. Bu nimadan dalolat? Bu Farg'ona prokuratura tizimida mahalliy tanish-bilishchilik va jinoiy til biriktiruvi ildiz otganidan dalolatdir. Ular xohlagan odamni jinoyatchi qilishga, hatto daxlsiz bo'lgan yashash xonadonlarini buzishgacha borishmoqda. Janob bosh prokuror, mana bu savollarimga javob bersangiz. Birinchidan, nega ikki qo'shni tuman prokurorlari birlashib, bitta fuqaroga qarshi butun tergov resurslarini safarbar qilmoqda? Bu davlat kuchini shaxsiy adovat uchun suiiste'mol qilish emasmi? Ikkinchidan, Uchko'prikdagi 185 ming AQSh dollarlik ulush haqidagi gaplarchi? Soxta yer savdosi bo'yicha ishtirokchilarning iqrori va prokurorning ulushi haqidagi dalillar nega viloyat prokuraturasi tomonidan chiroyli qilib yopib yuborilyapti? Uchinchidan, tergov bo'limlari qonunga emas, prokurorning qasd olish topshirig'iga bo'ysunishi prezident siyosatiga xiyonat emasmi? Hurmatli Nig'matilla To'lqinovich, Farg'ona viloyati prokurori B. Ismoilovning bu holatlarga ko'z yumishi alohida tekshiruvni talab qiladi. Agar siz o'z vakolatini qasos quroliga aylantirgan bunday vallomatlarni tizimdan tozalamasangiz, xalqning prokuraturaga bo'lgan ishonchi butunlay so'nadi. Inson qadri sizning xodimlaringiz uchun pul yoki qasd evaziga sotiladigan buyum emas. Sizdan ushbu holatni shaxsiy nazoratingizga olib, O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'rayotgan, lekin amalda qonunni oyoq osti qilayotgan shaxslarni zudlik bilan ishdan chetlatishingizni talab qilaman. Inson qadri sizning xodimlaringiz uchun pul yoki qasd evaziga sotiladigan buyum emas. Sizdan ushbu holatni shaxsiy nazoratingizga olib, O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'rayotgan, lekin amalda qonunni oyoq osti qilayotgan shaxslarni zudlik bilan ishdan chetlatishingizni talab qilaman. Men Yo'lchiboy Ismoilov, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani jamoatchilik nazorati faoli, haqiqat qaror topguncha to'xtamayman.